Bugun biz Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Bochka Xo'jaken masjidi tepasiga kelganmiz. Tepasida ko'cha bor. O'sha mahallada yaxshi okamizning dachalari sotilyapti. Ko'ringlar. Joyimizni 25 sotuv deb ketishyapti. Bu dachada umuman klient qo'yilmagan, pul ishlanmagan, o'zlari uchun qurilgan dacha ekan. Juda ham katta va chiroyli. Ko'ringlar, azizlaringizni ham. Hozir soat 1, peshin vaqti bo'ldi. Qaranglar, quyosh umuman kirmagan, qaranglar, salqin. Azizlaringlarga gap bo'lishi mumkin emas. Tabiati nima deydi? Odam xursand bo'ladi, kayfiyati ko'tariladi. Shunaqa yam-yashillikni ko'rsa, shunaqa tabiatni ko'rsa, odam nimagadir ko'ngli ochilib ketadi. Qaranglar, bu xuddi shunaqa joy ekan. Mana o'zingizlarga ham ko'rsataman. Hozir uylarining ichini, hamma joyini ko'rsataman. Bu joyi yaxshi tarafi nimada? Atrofingizda odam qo'yilmaydi. Bu sanatoriya bo'lgan. Yonida uylar yo'q, muzika, mana shunaqa narsalar bu joylarda bo'lmaydi. Qaranglar. Tabiatini turadigan joy. Juda ham salqin ekan. Mana dachamizning ko'rinishi, fasad qismi pastda yana joylari joylashgan. Hozir sizlarga bog'larni ko'rsataman va keyin uylariga kiramiz, xonalariga. Bu yerda qishki basen va bu yerda mansarda bor ekan, katta zal qilingan. Joylar toza, tutilgan, akkuratni, har doim qaralgan, o'qot qilingan joylar. Videomizni sal uzoqroq vaqt bo'ladi. Chunki bu joy katta, hamma joyini ko'rsatib berish uchun sal vaqtimiz ketadi. Ketgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Bu joyni men nima ma'lumot kerak bo'lsa, o'zimni shaxsiy raqamimni qoldiraman. Bu joy sotiladi. Nima ma'lumot kerak bo'lsa, sizga beraman. Ko'ringlar. Endi hozir ko'pchilik egalarining nomeri deb yolg'ondan o'zlarining nomeri, kimdirlarning nomerini qo'yib aytishadi, lekin unaqa emas aslida. To'g'risini baribir aytish kerak, baribir ertaga kimdir olsa bu narsalarni bilib qoladi. Bu va yaxshi emas deb o'ylayman. Yolg'on har doim, yolg'on gapirilgan gap odamning o'zida tugaydi. Og'izdan chiqqan o'sha aylanib baribir o'ziga yetib keladi. Mana ko'ringlar. O'tiradigan joylarni va shu salqin shabada, daraxtlar bo'lgandan keyin ham shamolli bo'ladi, salqin bo'ladi. Kislorod tog'i ichida qanaqa havo bo'lsa shu bu yerda ham xuddi shunaqa. Tiflarni ko'ringlar. Bu daraxtlarni shuncha shunaqa parvarish qilingan, shuncha yil mehnat ketilgan. Bu o'zidan o'zi emas. Bu bunaqa holatga keltirish uchun ancha vaqt, pul, sarmoya ketiladi. Magnoliya o'zimizda magnoliyadan ekan. Bu yerda veranda sen bo'ladi. Basenni qaranglar. Suv to'ldirilmagan. Endi menimcha xudo xolisa yozda to'ldirishar. Baseni ham kattagina ekan. Taxminan 15 bo'lsa kerak, 15-16 uzunligi, bu yog'iga 7 metr. Joyi juda ham qulay ekan, lokatsiyasi. Bochkadan taxminan 2 kilometr. Shuni masjidni oldidan o'tib ketganingizdan keyin ostanovka bor, Xo'jaken. Shu yerda mahallaga kirasizlar. Bu mahalla ham
Elitniy mahalla. Detskiy joy qilib qo'yishgan. Endi bu yerda nima xona ko'ramiz. Xona ham bor ekan. Skladga o'xshagan помещение. Природа, lekin приrodasi hamma joydan tog'li ko'rinadi mana. Damba ham ko'rinadi. Chorvoq darvozasi mana. Endi bunaqasiga aylanib boramiz. Bulbullarning ovozini eshityapsizlarmi? Biza bu videoda hech qanaqa montajlarsiz jonli live holatda syomka qilyapmiz. Ko'ringlar. Mehrni bog'ga berishgan haqiqatdan. Archalarni zo'rlarini ekib qo'yishgan. Голубой yerlarni qaranglar. Hozir endi xonalariga kiramiz. Shu videoni ko'rayotgan opa-singil, aka-ukalarimizni like va komment yozib ketsanglar, hammaga shunaqa uylar nasib qilsin. Akani uyi eshigini ochib yorsangiz, men uyni shundoq obzor qilsam, bu yoqdan kiriladi. Bu yoqdan ham qot bor. Bo'ldi, tushundim aka. Kirish. Chiroqlarni yoqib olasiz aka bitta. Keyin o'chirmay turing, yana anaqamiz bor. Hojatxona olmaysiz? Ha, hojatxonalari bu yoqda ekan. Chiroqlari Kiraverish hojatxonadan boshlanmasa yaxshi bo'lardi. Juda ham yaxshi lekin hojatxonalari ham toza. Kamin, stul, qaranglar. Begonalar umuman bu dachada dam olmagan. Faqat o'zlari va qarindoshlari kelib dam olishgan. Qaranglar. Bu yerda ham bor ekan, mansab. Беговой дорожка. Gilamlarni qaranglar. Seriozniy ekan, haqiqatdan. Ha, bo'ldi aka. Sifatli romga qo'yilgan. Setkasi ham bor ekan. Setka ham ochiladi-a birga. Temirlari ham baquvvat bilinib turibdi. Ochilgandan keyin arzon variant bo'lganda sirazi bilinardi. Mana dachani umumiy ko'rinishi. Endi bu birinchi qavatda turibdi. Balkonmi, nima deyiladi? Bu joyi. Tabiat qo'ydi. Bu bola Jamshid o'rtog'im. Birga keldik biz. Endi aka yotoqxonalar tepada. Qancha kilometrasiz? Aka, ana eshiklarni yopmay turing, hozir yana bitta anaqa qilaman-da. Kuxnalari. Yo, bilinib turibdi, yaxshi. Anaqa oddiy narsalar umuman ishlatilmagan. O'zbekistonning eski tarixiy rasmlarini ham ilib qo'yishibdi. Amir Olimxonning rasmlari bor ekan, qarindosh urug'larni. Ko'ringlar. Mana shu Amir Olimxon bo'ladi. Hammasi shu, menimcha shu insonga tegishli joylarning rasmi bo'lsa kerak. Ikkinchi qavatda chiqqanimizda shunaqa prixoshka kutib oladi bizani. Bu yoqda yotoqxona. Yong'oqdan qilingan va katta oyna. Mebellari ham shu yaxshi sifatli mebellar. Mana bu aka anaqami? Oynami? Polni? Tabiat. Bu yoqda ham xuddi shunaqa oyna va
balkon bor ekan. Perillalari oynadan qilingan. Endi tashqariga hozir chiqib o'tirmaymiz. Shu polni anaqa oynali panorama qilingan. Dush va sanuzel. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Sifatli qilingan. Eshiklari ham seriozniy, oddiy eshiklar emas. Yog'dan qilingan, taxminan qimmat turadi bu eshiklar. 10 million shunaqa atrofdagi eshiklar bular. Bu yoqda mana yana bitta mana shunaqa xonasi bor ekan, zal. Bu yoqda diska qilingan ekan. Ko'ringlar. Bu yoqda ham panorama oynasi. Rozve bolalariga qilingan ekan. Buni ham xuddi dush tualeti bor. Aka, ana dush tualetlarning chirog'ini yopib qo'yavering. Uyoqlarni olmayman. Mana ikkinchi qavatida ko'rib chiqdingizlar bilan. Kimda puli ko'p yig'ib qo'ygan bo'lsa, mana shunaqa uy-joy sotib olaman desa, albatta shu joyni tavsiya qilgan bo'lardim. Hozir sizlar bilan qishki basseyn va yana bitta hol, basseyn oldida holi bor ekan. Shu joyga kirib chiqamiz. Varotalar avtomatik qilingan. Mana shu zdaniya qishki basseyn va holdan iborat. Saunalari shu yerda, parilkalari. Mana ko'ringlar. Seryozni qilingan ekan. Qishki basseynlarni ko'rsating. Suvlar to'ldirilmagan, saunasi mana. Chunki egasini vaqti bo'lmasa kerak-da. Kelib dam olishga. Komfort zo'r lekin haqiqatan ham komfort zo'r. O'zi uchun qilingani shundoq bilinib turibdi. Komfort haqiqatan o'ylab qilingan. Videomiz ham uzoq vaqt bo'ldi. Shu nomer qoldiraman, telefon qilasizlar. Savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirasizlar.